Do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Yangi videomizga xush kelibsizlar. Kimni esida bo'lsa agar eng arzon inomarka narxlarini chiqargandik. Xuddi o'sha avtosalonga bir oydan keyin yana keldik. Ko'pchilik ishonmagandi. Bu avtosalon muzeyga aylanib qolgan, sotilmaydi mashinalar deb. Bugungi videoda ko'rasizlar, barcha mashinalar sotilgan va o'rniga boshqa mashinalar kelgan. Video boshidan bitta like bosish esdan chiqmasin. Bugungi video boshqacha bo'ladi. Qani ketdik. Kimni esida bo'lsa agar xuddi mana shu rakursda mashinalar boshqacha edi, ya'ni bu yerda oq Toyota turgandi. Kimni esida bo'lsa agar, ya'ni eski video bilan qo'yib ko'ramiz. Mashinalar ancha o'zgargan. Qolgan mashinalar bir ikkita uchta bo'lishi mumkin, lekin o'rniga boshqa mashinalar kelgan, ya'ni sotilib ketgan. Mana Mustang, ko'rib o'tamiz. Probeglarni, narxini. Bu tomonda esa, bu tomonni ko'rsating. Bitta o'sha eski mana shu bitta Merz qolgan bo'ldi. Qolgan barchasi o'zgargan. Do'stlar, videomizni ham boshlab oldik. Bugungi videomizda Muhammad aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum akajon, yaxshimisiz? Xarakteristikasi bilan tanishtirib o'tasiz mashinani. Qaysidan boshlaymiz? O'rtada turgan mana shu mashinamizdan boshlaymiz. Ford Mustang GT. Mashinamiz 2019-yil Amerikadan spet zakaz qilib olib kelganmiz. Bu mashinamizni ko'plar Amerikadan olib kelganda cho'kkan yoki urilgan nazarda tutadi. Xayoliga shu narsa keladi, lekin bu mashinamiz mutlaqo top-toza, aytganimdek samolyotda olib keltirganmiz bu mashinani. Spetsalniligi bu tomi qoraligi, diskalar qoraligi, yozuvlar, shildiklar qoraligi anaqa qila oladi. Mashina 5 litrli, aytganimdek 2019 bosib o'tgan masofasi 25 ming. Mana shu bunaqa Mustangni shaharda kamdan kam ko'rasiz, iminda bunaqa rangdagi. Haqiqatan ham bitta desa ham bo'ladi. Balonlari Michelin balonda turibdi. O'zim shu holatda chiqadi, to'g'rimi? Da, shu holatda chiqadi mashina. 466 tot kuchi bo'ladi bu mashinamizda. 0 dan 100 gacha qanchada chiqadi bu? 4 sekundda chiqadi. 4 sekund. Ajoyib. Mashinaning saloni o'zgacha san'at asari bo'lib yotibdi. Tablolari elektronli, pamyat sidenalari bor. Podogrev obduv sidenalari bor, podogrev rul bor. Mashinada именно Mustang. Eng yuqori komplektatsiyasi mana shu bo'ladi. Haqiqatan ko'chada yurganda boshqacha emotsiya beradi-da bu. E'tiborni qaratib beradigan mashina. Shunaqa. Bunga kamida 95-100 solish kerak, to'g'rimi benzin? 95 dan tepasini sog'orasiz. 95 ham qo'ysangiz bo'ladi. Rasxodi o'rtacha qancha edi buni? O'rtacha 15 ta. 15 ta. 15 ta. Bossiz 20 ta. Narxi 75 ming bu mashinamizdan. Yana kelishtirib beriladi. Kelishtirib beramiz. Chiroyli narxga beramiz. Qanaqa variantlar bor sizlarda? Xo'p, naqd, перечисление, рассрочка xizmatlari ham bor. Kelishtirib berib olamiz. Bo'ldi, aloqaga chiqasizlar pastdagi nomerlarga. Land Cruiser 300 talik 25 model bu. Mashinamizni yangi bez probeg, oldi oblisovka qismi, pastki bamper qismi, balonlar arkalari, bokovoy, orqa qanoti, orqa bamper qismi originalniy klassik karbon qilingan mashinaga. Yangi 4 ta balon taqilgan. Mashinamiz aytganimdek yangi 25 model. Bunimizda tablo elektronniy bo'lib chiqqan. 25 modellarning hammasida shunaqa bo'lib chiqadi endi bu yog'iga. O'rtada monitor и klimat kontrol konsol qismi o'zgargan. Asosiy o'zgarishlar. Bu 25 to'g'rimi? 24. Vinkod bo'yicha 24 bu, lekin 25 model. Bundan hozircha shaharda bitta bizda desam ham bo'ladi o'zi. Adashmasam shunaqa. Eksklyuziv. Eksklyuziv, qora rangda 5 ta o'rindiqli Yevropeyka. Narxini 135 ming deyapmiz. Xudo xolasa kelishtirib, chiroyli zo'r narx qilib beramiz. Mashina idealni ko'rganinglarda. Olasizlar shunday haydaysizlar, tonirovkalar ham qilib qo'yilgan. Qimmatini. Qarang, o'z salonga kelishsa, naqd pul bilan salondan sira olib chiqib ketsa bo'ladi. Sira olib chiqib ketiladi bizda. Nomer masalalari qanaqa bo'ladi? Mumkin ichida nomer. Ha. Viloyatdan olsa, viloyatga haydab ketaverishadi, to'g'rimi? Da, bo'ladi, bemalol. Bismillah. Shunday yangi mashina salon hidi kelib turibdi. Salon qismini ko'ringlar. Ashi mazza qiladi odam. Nasib bo'lsa hammamizga nasib qilsin shunaqa mashinalar minish. Eng kamida ota-onamizga shunaqa mashina sovg'a qilish, xudo xolasa. Ajoyib, mana o'zini kitoblari bilan turibdi. Ajoyib. Tortib oladimi? Yo'q. Toyotalarda, turqsotkalarda, o'zi umuman Toyotalarning aksariyatida plisosga chiqmaydi. O'zi erkakcha jaydari mashina-ku. Shunaqa emas.
To'g'ri, lekin bunaqasini birinchi marta ko'rishim, bunaqa tuning qilinganini juda ham chiroyli chiqargan. Narxi qancha aka buni? 135 ming. 135 Xudo xohlasa kelishtirib zo'r narxga beramiz. Qorasini qidirib yurgan akalarga mana Ashviga. Hop, bunga o'tamizmi? Aha. Hop, Lexus GX 550 yangilangan ko'rinishdagi versiyasi, oxirgi modeli. 24 dan boshladi mashinamiz. Bu ham besprabeg mashinamiz. Вообще o'zgarishlar ko'pda mashinada. O'zini elektronli paroglari bor. Motor 3,5 litrli twin turbo motor turibdi bu mashinamizda. Lexus'ni lekin bu modelini ko'rmagan ekanman. GX endi ko'plar eskisini ko'rib o'rgangan. Bu yangi modelni hali ko'plar ko'rmadi. 355 ta ot kuchi mashinamizda. Расход kam, 10-12 ta atrofida bo'ladi. Bu rulni orqa oldi qiladigan knopkasi to'g'ri? Elektronli, rulni oldiga, orqaga o'zingizga to'g'rilab olasiz. Lipistoklari bor, head-up display bor. Akustika markling, podogref, obduf, massaj ham bor. Panorama tom, gazli tom. Knopkani bossangiz o'zgaradi, ya'ni ochadi. Ajoyib ekan. Zo'r mashina. Shunga e'tibor bering, mana dukiga. Ko'pchilik bilmasligi mumkin. Tepa ko'ringani yo'q. Bitta knopka bilan ko'rinadigan qilib qo'ysa bo'ladi. Xuddi shunaqa. O'zi kirib chiqadigan paroglari. Elektronli o'zi kirib chiqadi. Massajlari ham bor, oldisida inaladi. 5-cho'y do'stlikda. Maksimal komplektatsiyada orqada pardalar bor. 7 ta o'rindiqli. Nol probegda bu, to'g'rimi? Da, 0 probeg. Sразу kelishadi, notarsdan oformleniya qilib beramiz, haydab chiqib ketaverishadi. 1 soatda. Narxini qancha dedik? Bu mashinamizning narxini 159 ming deyapmiz. Xudo xohlasa kelishtirib zo'r narx qilib beramiz. Xo'p, bu yoqda keyin Ford Bronco Raptor mashinamiz bor, lekin bu mashinamiz sotilib bo'ldi. Yo'q. Hamma ko'rsatib o'tamiz, mayli. Qisqacha bitta ko'rsatib o'tamiz. O'zi Raptor komplektatsiyada Broncolar juda ham kam shaharda. Sanoqli, qo'lda sanoqlisizlar, bemalol. Mashina 2020 tanka desak ham bo'ladi uni. Da, tanka, off-road. Nima desam bo'ladi? Endi off-roadda yuradiganlar uchun ayni bob mashina mana shu. Bu sotilgan bo'lsa agar yana zakaz qilsak ketirib berasizlar? Yana zakaz bersa, bemalol chiroylisini zo'rlar. Tez orada, tez kunlarda yetkazib beramiz. Maksimal komplektatsiya Raptor. O'zi oxirgi komplektatsiya hisoblanadi. 3 litrli motor turibdi. 440 ta ot kuchi bor bunda. Bu ham yangi besprabeg mashina edi. Mashinaning qiziqarli tarafi eshiklari, tom qismi ochib tashlab haydasanglar bo'ladi. Ya'ni Lego mashina desam ham bo'ladi, tomlari olinadi. Tomning mana shu taraflar eshiklarni ham yechib tashlab haydasangiz bo'ladi. Salon qismini ko'rsating. Bezramishni oynalari ajoyib. Off-roadni yaxshi ko'radiganlar okalar uchun maxsus mashinalar deb bular. Eshiklarni o'shirib yopilishi ham boshqa joyga. Zadniy kamerasi mana bu yerda joylashgan. Bundan rasxod qancha bo'ladi endi? Shahar ichida agar yuradigan bo'lsa, shahar ichida 10-12 ta. Tog'da sharoitdan kelib chiqib. O'sishi mumkin. Tushunarli. Xo'p, bu mashinamiz bari sotilgan. Bu mashinamiz sotilgan. Sir bo'lmasa qanchaga baraka bo'ldi? Sir bo'lib qo'ya qolsa, narxini 135 ming qo'ygan edi. Ha, bo'ldi. Kelishtirib berilgan xullas. Kelishtirib, chiroyli narx berib yuborganmiz. Xudo xolasa, ertaga yoki indinga oformleniya qilib buni ham topshirib yuboramiz. Keyingi mashinamiz BYD uni ko'rgansizlar, menimcha. Qisqacha ma'lumot berib o'ting. Uni BYD Yuan 8 mashina 2024 3000 kilometrga yurgan. Endi ko'plar biladi, gibrid. Tankli, razvorot, suvda cho'kmaydigan qobiliyatlari bor mashina. Yaxshi mashina. Keyingi mashinalardan davom etamiz. Bu mashinamiz Mercedes-Benz EQS SUV 580. SUV degani, ya'ni ko'proq katta mashinalarga sedani. Mana sedani ham bor. Bu tokdami yo'q?
Polностью tokda harakatlanadi. Zapas xud 700 kilometr kitobi bo'yicha chiqadi. Shahar ichida 600 kilometr bemalol masofa yurib beradi mashinamiz. 2023 7000 kilometr yurgan idealniy mashina Amerikadan. Buni ham zakaz asosida olib kelganmiz. Endi Mercedes-Benz bar salonga boshqacha ishlov beradi. Salonga to'g'ri, bir qator. Podsvetkalari ham ajoyib. Endi ortiqcha izohga hojat yo'q Mercedesga. Barcha funksiyalar bor bunda. Orqa balonlari qaylish funksiyalariga ega. Rulni burgan Panoramali tomlari bor, head-uplari bor, komfortli podsvetka juda ham chiroyli yonadi. Barcha qulayliklar bor desam ham bo'ladi bu mashinamizda. Bagajdan ochilishi. Bagaj sig'imi ham anchagina katta. Hop, bu mashinamizning narxini 145 mingdan olamiz. Xudo xolisa, kelishsa, ko'rsa chiroyli qilib beramiz. Bunimiz ham Mercedes-Benz EQS 450 Plus. Germaniyadan spets zakaz qilib olib keltirganmiz. Buni ham orqa balonlari qaylish funksiyasiga ega. Bunda ham 3 ta monitorlar bor salonda. Mashinamiz 2021-yil bor yo'g'i 5000 kilometr yurgan. Narxi qancha? Hop, narxi 130 ming. Xo'p, keyingi mashinamiz. Keyingi mashinamiz BMW iX3 elektromobil. Bu mashinamiz 2025 VIN-kod bo'yicha ham besprabeg yangi elektromobil. To'liq zaryadida 530 kilometr masofani bemalol bosib o'ta oladi. Ya'ni texpasportda ham 2025 bo'ladi bu, to'g'rimi? 2025 bo'ladi. Mana bu yerdan kelib ko'rsanglar bo'ladi. Kamerada olsalar. VIN-kod bo'yicha 25, chunki bu mashinamiz. Mana e'tibor beringlar, 2025-yil degan gapimizga ishonmaganlar uchun mana 2025 01. Texpasportda ham 2025 bo'ladi. Endi o'zi ko'pchilik 2025-yil mashinalarga qiziqyapti, chunki 2024 ni sotib olganda uni sotishda qiynalaman deb 2025 ga ko'pchilik intilyapti-da. Yili yaxshiroq bo'lsin deb anaqa qilgan klientlarimiz uchun 25 qidirib yurganlarga maxsus video. Bu mashinamizda qanotlari, podyubkalari hamma taqilgan bamperlariga chiroyli bokovoylar, ham bokovoyda bo'lgan mashinaga ashi zo'r bit beradi. Salon qismida kirib o'taylik alohida. Yangi 2025-yil mashinasi. Salon qismini ko'ringlar. Ajoyib ishlangan. Narxi qancha mashinani? Mashinamizning narxi 52 ming. Xudo xolisa buni ham chiroyli narx qilib beramiz. Aytganimizdek, zo'r narx qilib bera olamiz. Rastamoshkalar hammasi bo'lgan. Hamma narsasi bo'lgan. Tayyor kelishadi. Notarsga kiramiz. 1 soat ichida oformleniya qilib bera olamiz. Hop, keyingi mashinamiz BMW iX1. Bu ham elektromobil. Zapas kodi 450 kilometr. Bu mashinamiz 2024, lekin besprabeg. Ixchamroq mashina xohlaganlar uchun mana shu mashinamizni ham tavsiya qilsak bo'ladi. Shahar ichida harakatlanishga juda ham qulay, juda ham zo'r mashinamiz. Bunda ham bokovoy, podyubkalar hammasi taqilgan, вообще chiroyli, sportivniy vidga ega bo'lgan mashinamiz. Bu mashinamizning narxi 45,5 ming. Xudo xolisa chiroyli, zo'r narx qilib beramiz kelib oladiganlar uchun. O'zini zaryadchiklar qo'shib beriladimi bular? Hamma narsasi qo'shib beriladi. Hop, bu mashinamiz Mercedes-Benz GLE 450. Endi ko'plar biladi, endi bilmaganlar uchun AMG oblisovkalar taqilgan mashinamizga o'zi oblisovkalar bunaqa ko'rinishda bo'lmaydi. AMG diskalar taqilgan.
orqa ko'rinishlarida ham xuddi shunaqa o'zgartirishlar kiritilgan. Mashinamiz 2023 bosib o'tgan masofasi 29000, restyling ko'rinishda zavoddan shunaqa chiqqan. Ya'ni faralari oldi, orqa faralari restyling ko'rinishga ega bo'lgan. Idealniy holatda mashinamiz полностью kuzov birini plyonka qilingan. Ishiklari shunga bo'lgan, massajlari bor, podogref abduslinalar bor. O'zi Mercedesning освежители ham bor-a? Освежительlari bo'ladi. Mashina zo'r holatda. Kimga kerak bo'lsa bemalol kelaverasizlar. Mashinamizning narxini 109 ming qo'yib qo'ydik. Xudo xolasa yana chiroyliroq narx qilib beramiz ekan, ko'radigan bo'lib. Probegi yo'qmi buni? 29 ming kilometr yurgan mashinamiz. 2023 29 ming kilometr yurgan. Hech qanaqa pitnolari yo'q. Yo'q, kraskasi toza, aytganimdek broni plyonka qilingan mashina, shumkalar qilingan. Olasizlar mazam haydaydigan mashina qilib qo'yilgan. Klassen kompaniyasi tomonidan tuning qilingan biznes klass VIP. Bular elektromobil. 2022-yil 4000 kilometr masofa bosib o'tgan. Mashinamizni endi salon oldin ko'rmaganlar uchun bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Shunda o'sha eski videomizda ham ko'rgandik. Mana yangisini ham ko'ringlar. Zo'rmi? Ko'rganingizdek biznes klass orqada juda ham katta sharoit yaratilgan orqa yo'lovchilar uchun. O'zi zontilariga ega. Mashinamiz ikkita o'rindiq emas, 4 ta bu yoqdan ham o'rindiqlar chiqadi elektronlik tarzda. Televizorlari bor. Shahar ichida harakatlanish uchun, biznes uchrashuvlar uchun juda ham qulay mashina. Hop, keyingisiga o'tadigan bo'lsak, BMW X7 mashina 2023 bosib o'tgan masofasi 18 ming. Xrustalniy faralar bor, dopopsa bu ham ko'plar biladi o'zi. 360 kamera bor. Buni nimaga aytayapman? Ko'p 2023 chiqqanlari bizda olinganlari 360 kamerasi yo'q edi. Bunimizda bor. 3 litr twin turbo motor bunda. Idealniy holatda qora salon, Harman Kardon akustikalar, head-up displeylar bor, podogref abduf, podogref rul, stakanliklarimiz ham sovutish funksiyasiga ega. Orqalariga keladigan bo'lsak, mana orqalari ham yengil turibdi. Probegi qancha bunda? Mashinamizning probegi 18 ming kilometr yurgan. Hali hech qancha ham yurgani yo'q. Yangi holatda, to'g'rimi? Ha, hali yengil turibdi. Plisoskalari bor o'zini. Ishlar tortib olish qobiliyatiga ega. Oldi o'rindiqlarda massajlari bor. Olasizlar, masalan, qaydaysizlar? Shu prisoskalar juda ham sirliq ishlaydi. Boshqa mashinalarda sun'iy emas. Xuddi shunaqa. Zo'r holatdagi X7 qidirib yurgan akalarga ham tavsiya qilib qolamiz. Mashinamiz aytganimdek idealniy. Narxi 126 ming mashina. Hop, keyingi mashinaga o'tamiz. Mana bu yerda BYD tank avtomobilimiz bor. 2024 ishlab chiqarilgan yili. Bor yo'g'i 2000 kilometr masofa bosib o'tgan mashinamiz. Bitta dvigatelli, ya'ni bitta batareyali. To'liq zaryadida 730 kilometr masofani bemalol bosa oladi. Shahar ichida 600 kilometr yuryapti. Mashinamizga qilingan ishlar bunda. Salon полностью alkantara elementlariga o'zgartirilgan, kojinning chetlari kojinning, o'rta qismi alkantaradan tikilgan. Ko'plar biladi, tozasi qimmat turishini. 4 tishi shunga bo'lgan, plisoskalar qo'yilgan. Bu mashinamizda o'zi plisoskalar bo'lmaydi. Bu mashinamizga qo'yilgan. Elektronlik paroklari ham qo'yilgan. Ikkinchi retga keladigan bo'lsak, Android monitorlarimiz ham qo'yilgan. YouTube boshqa narsalarga bemalol ulanib ko'rib ketsanglar bo'ladi. O'zida bo'lmaydi, to'g'rimi? O'zida bo'lmaydi bu. Bu qilingan ishlar. Salonlarni laminatsiyalar qilingan, poliflar qo'yilgan, tonirovkalar qilingan, 12 oyga hali razresheniyalari bor, yangi 4 ta balon taqilgan. Mashinamiz oldi qismi bruni plyonka bo'lgan,
kapot, krilo, bamper, lobovoy и stoykalar. Yaxshi BYD tank qidirib yurganlar uchun mana shu mashinamizni ham tavsiya qilamiz. Buni rasxodi faqat shu оформленияsiga pul to'laysizlar, olib maza qilib minadigan joyi. Ekonomik mashina tokda. Da. Bu monitorlari aylanadi, to'g'ri? Aylanadi. Rus programmalar qilib qo'yilgan, YouTube'larga ulanadigan qilib qo'yilgan. Aytganimdek, olib maza qilib haydaydigan joy. Mashinamiz narxi 47 ming. Kelishtirib, xudo xohlasa chiroyli narx qilib berib yuboramiz. Ma'lumot o'rnida aytib o'taylik. Agar salondan olishganda o'sha rusifikatsiya qilishiga ham kamida 800 ming dollar ketib qoladi. To'g'rimi? O'sha rus tiliga o'zga. Shunaqalar deyishyapti. Olexda shunaqa xizmatda turibdi-da. Bunda hammasi tayyor. Tonirovka, balo-battar, yana birini plyonka qilasiz. Balon taqaman desangiz ham, pullaringiz ketib qoladi. Bizda tayyor variant. Salonlari ham toza alkantaradan ishlangan, qilingan. Rosta minish kerak bo'ldi. Rosta olib minish kerak, maza qilish kerak bo'ldi. Bunimizda Genesis G70 2023 3,5 ming kilometr yurgan 3 motor turibdi, 370 tortuvchi. Endi bu ko'proq tezlikni yaxshi ko'radigan ukalarimizga tavsiya qilamiz. Bu mashinani juda ham zo'r, chaqqon. Genesis o'zi nima desam bo'ladi? Prochniy mashinalar chiqaradigan kompaniya, koreyskiy, yaxshi. Michelin balonlarda o'zini. Da. Probegi qancha? 3,5 ming. 3,5 ming, ha. Yangi holatda hali. Yangi holatda. Salon qismini ko'ringlar. Oldingi videomizda ham ko'rgandik. Yangi kuzatuvchilarimiz uchun. Narxi qancha mashinamiz? 65 ming. Bizning salonda hozircha nalichida ko'rdinglar, shu mashinalarimiz bor. Yana buyurtma asosida qanaqa mashinalar keltira olasizlar? Har qayoqdan, har xil mashinalar, Koreyadan deysizlarmi, Yaponiyadan deysizlarmi, Dubaydanmi, Amerikadanmi, Germaniyadanmi olib kelib beramiz. Zakaz asosida hammasini. Pastdagi nomerlarga aloqa chiqsangizlar, manzilni yana bir aytib o'taylik. Manzilimiz Sergeli mashina bozoriga yetmasdan o'zgarish mostini shunda karmashkasida joylashganmiz. Bemalol kelaverasizlar. Har kuni ishlaymiz biz. Har kuni? Har kuni soat 9dan yakshanba oddiq har kuni ishlaymiz. Soat 9dan soat 7gacha shu yerda bo'lamiz. Xalq xizmatida. Katta rahmat aka, ma'lumotlar uchun. Akajonim, salomat bo'linglar, charchamanglar, xudo xolisa yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat.